Assalomu alaykum, yangi navlarni kuzatib boruvchi YouTube'dagi obunachilarimiz. Bugun sizlarga yana bitta yangi navimizni ko'rsatamiz. Bugun 10-may. O'rtoqlar, gilosni holatini qaranglar. Juda serhosil, blok ilib qo'ygan yo'q. Kalibrlari hali xom 30 berib turibdi. Kalibrovkamiz mashinada qolib ketibdi. Hozirlar kelganmiz. Giloslarni sizlarga ko'rsatamiz deb. Mana holatlari. Har biri shunaqa mevada. Mana gilos tagida, bagda tagida ko'rinmaydi, vijir hosilda. Ko'ryapsizlarmi? Endi do'stlar, bu giloslarda kuzgi mavsumga ko'chatini, shunday mana bog'i ko'rib turibsizlar. Bu tomonda mana ko'chatlari. Ko'chatlarni ko'paytirganmiz. Sotish maqsadida O'zbekiston va qo'shni davlatlarga ko'chatini sotyapmiz. Hozirda ayrim navlari sotildi ko'chatlarni. Sizlar ham zakaz berib o'rgilib qolinglar. Ko'chatlarimiz soni cheklangan, 150 ming dona payvand qilingan bu yerda. Ko'rib turibsizlar. Endi forma beriladi mana shu oyda oxirida. Mana gilos holati hozirda mana shu holatda. Ko'chatlarga zakaz berish uchun telefon nomerlarimiz 90 560 50 34, WhatsApp, Telegram bor. Qo'shni davlatdan ham bemalol zakaz berib, qiziquvchilar bo'lsa kelib ko'chatlarni ko'rib, bog'da hozir dali moment mevasi shoxida turibdi, kelib ko'rib zakaz berishlari mumkin. Sog' bo'linglar, yangi navlarni kuzatishda davom etinglar.